Xo'p, kelin tarafdan nimani olish mumkin? Aslida kelin tarafdan falon narsani olish mumkin degan gap yo'q. Kelin tarafga umuman soliq solmaslik kerak. Kelin tarafga ogohlantirish kerak. Biz o'g'il uylantiryapmiz. Shuning uchun iltimos qilaman. Biz qiz olyapmiz sizdan. Qiz bilan birga falon narsani olamiz demaymiz. Biz qizingizni olamiz. Qizingizni o'g'limizga nikohlab beramiz, rozi bo'lsangiz. Shuning uchun qiz bolaga hech qanday sevib, sarqosir va hokazo narsa qilmang. Hamma narsasini imkon darajasida o'zimiz qilib beramiz. Qolganini o'g'limizning kasbi bor, qo'lida tirikchiligi bor. Alloh bersa, o'zi sekin-asta mashina ham oladi, alohida uy-joy ham oladi, gilamli yumshoqrog'ini ham oladi, ko'rpa-to'shakni sal ko'paytiradi kerak bo'lsa idish-to'g'oni ham ko'paytiradi, mayli. Hozircha o'zlariga yashab turishi uchun kerak bo'ladigan narsasi bor deb ogohlantirish kerak. Shunda ham kelin taraf yo'q, biz falon narsani olib qo'yganmiz, piston narsani olib qo'yganmiz, olib bormasak bo'lmaydi, xalqning ichida gap so'z bo'ladi desa ham aytasiz, "Voy, xalqning gap so'zidan emas. Shariatga qarash kerak." Xalq har doim gapiradi. Eng zo'r jihozlarni qizingizga qo'shib jo'natsangiz ham baribir gapiradi, hech narsa bermasangiz ham gapiradi. Shuning uchun xalqni emas, haqni rozi qilishni o'ylang siz. Xalqni payg'ambarimiz